Qadim Xorazm, tarix sahifalarida oltin harflar bilan bitilgan muqaddas zamin. Bu diyorda ilm osmonini yoritgan buyuk zotlar yetishib chiqqan. Ana shunday ulug' merosga ega zamin bugun ham yangi avlod iste'dodlarini voyaga yetkazmoqda. Urganch shahridagi birinchi son ixtisoslashtirilgan maktab-internati, zamonaviy bilim va tafakkur maskani. Bu yerda orzular shakl topadi, iste'dodlar kashf etiladi, kelajak bunyodkorlari kamolga yetadi. Maktab aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashgan, matematika, fizika, kimyo va biologiya o'quvchilar uchun ilmiy kashfiyotlar sari yo'l ochadi. Tajribali ustozlar esa bilimni nafaqat o'rgatadi, balki o'quvchilar qalbida ilmga muhabbat uyg'otadi. Kutubxona, zamonaviy IT xonalari va robototexnika to'garaklari yoshlarning bilim va ijodkorligini rivojlantiradi. Bu yerda o'quvchilar texnologiyalar sirini o'rganib, kelajak kasblariga dadil qadam tashlaydilar. Maktab hayoti faqat darslar bilan cheklanmaydi. San'at va ijod to'garaklari yosh iste'dodlarni yuzaga chiqaradi. Sport maydonlarida esa iroda, qat'iyat va g'alabaga intilish tarbiyalanadi. Bu yerda vatanga bo'lgan muhabbat ulug'lanadi. Tinimsiz mehnatning mevasi g'alaba. Maktab o'quvchilari fan olimpiadalari va tanlovlarda, shahar, viloyat va respublika miqyosida munosib natijalarga erishib kelmoqda. Urganch shahar birinchi son ixtisoslashtirilgan maktab-internati, yangi O'zbekistonda qad rostlagan zamonaviy bilim maskani.